Men Xolmatova Ro'zixon davlat xizmatiga juda ko'p ishim tushib kelardim. Oldingiga qaraganda hozir juda ham qulay bo'lib qoldi. To'lovlari ham juda ham oson bo'ldi. QR kod orqali qilishib berdi. Даже kassaga ham bormadim. Hamma yoq joy-joyida, hamma yoq zo'r bo'ldi. Elektronniy ключimni yuklab berishdi. Hamma yoq oson, yengil, fuqarolarga juda ham yaxshi. Bugungi kunda davlat xizmatidan foydalanish uchun yengilliklar yaratish maqsadida barcha xizmatlarimizni, hatto to'lovlarni ham QR kod orqali amalga oshirish tizimi o'rnatilgan. Ayniqsa elektron raqamli imzo olish tartibi soddalashtirildi. Fleshka degan qurilmaga qo'yib berishimiz kerak. Bugungi kunda fleshka qurilmasidan tashqari fuqarolar kelsa, QR kod orqali o'zini telefoniga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib imkoniyati yaratildi. Uning orasida to'lovlarni ham QR kod orqali invoice deymiz, chiqarib berish joriy etilgan. Turli ilovalar orqali bir joyda o'zida oson to'lovlar qilib, o'zining elektron imzo raqamini olib ketish mumkin. Hamda boshqa xizmatlarda arizalarimizda ham QR kodlar mavjud. O'sha QR kod orqali qilingan arizalar jarayonini tekshirib turish mumkin. O'sha qilgan arizasiga ilova qilganlari ko'rib turish mumkin. Bu esa fuqarolarga yengillik hamda ishini tez bitirishga xizmat qilyapti.